9 yil davomida qamoqdagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi tirikmi yoki o'likmi? Nima uchun polkovnikni ozodlikka chiqarmaydi? Assalomu alaykum muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich. Men Dehqonboyeva Malohat Abdukarimovna sizga muhtaram prezident yana va yana 9 yil davomida murojaat qilishga majburman. Turmush o'rtog'im Dehqonboyev Ibrohim Imomqulovich, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati xodimi, aniqrog'i Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida viloyat rahbari, harbiy unvoni polkovnik bo'lgan, Milliy xavfsizlik xizmati boshqarma boshlig'i bo'lib xizmat qilganlar. Muhtaram prezident, siz tomonidan vatan xiyonatchisi deb e'tirof etilgan va O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi tomonidan rasman terrorchi deb umrbod ozodlikdan mahrum etilgan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq birinchi o'rinbosari G'ulomov Shuhrat turmush o'rtog'imdan past va g'arazli maqsadida qasos olgan. Bu borada 100 martalab instansiyalarga va sizga muhtaram prezident rasman va internet orqali murojaat qilganmiz. Lekin ming afsuski bugungi kungacha murojaatlarimizga javob olmaganmiz. 2014-yil G'ulomovning hukmronlik paytida, ya'ni dinozavrlar davrida nohaq va adolatsiz qasos olish maqsadida ashyoviy dalillarsiz qiynoqlar va azob va uqubatlar bosimida meni va bolalarimni o'rtaga qo'ygan holda go'yo pora olgan deb turmush o'rtog'imni 16 yilga qamagan. Tergov jarayoni Surxondaryo Milliy xavfsizlik xizmati tergov bo'lim boshlig'i, ya'ni siz muhtaram prezident G'ulomovni ildizlari deb e'tirof etgan To'raqulov Nodir tomonidan olib borilgan. Aslida tergov jarayoni umuman bo'lmagan, faqat qiynoqlar, azob va uqubatlar bo'lgan xolos. Bu rasmlarni ko'ring va baho bering. Turmush o'rtog'imni ozodlikka chiqmasligi uchun ular bugungi kungacha kontrol nazorat qo'yilgan. 2021-yil aprel oyida turmush o'rtog'im 7 yil qamoqdan so'ng ozodlikka chiqib, sizdan muhtaram prezident, xalqimizdan uzr so'rab, qamalgan holati bo'yicha sizga muhtaram Shavkat Miromonovich murojaat qilganlar. Assalomu alaykum muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich. Men Ibrohim Dehqonboyev, O'zbekiston Respublikasi MXXning Qashqadaryo viloyati bo'yicha sobiq boshqarma boshlig'i, harbiy unvonim polkovnik bo'lgan. Avvalo muhtaram prezident sizdan uzr so'rab, ruxsat bersangiz murojaat qilishga majburman. Shundan so'ng turmush o'rtog'imni sizga qilgan murojaatini ro'kach qilib, hech asossiz qonunga zid ravishda turmush o'rtog'imni yana 2021-yil 5-iyul kuni ozodlikdan mahrum etilgan. Mana 2 yil davomida turmush o'rtog'imni tirik yoki o'ligidan xabarimiz yo'q. Muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, turmush o'rtog'imga advokat bilan uchrashishni, bizlar oilasi bilan uchrashishni, banderol yoki posilka olishni, telefon qilishni rasman 22-son muassasa rahbariyati tomonidan kontrol nazorat yuqoridan ko'rsatma deb man etilgan. Bu yoki turmush o'rtog'im muhtaram prezident sizni kontrol nazoratingizda ekanligini va ozodlikka chiqmasligini G'ulomovdan qolib ketgan ildizlar bugungi kunda kafolatlanyapti. Muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, agar turmush o'rtog'imni sizdan va xalqimizdan uzr so'rab qamalgan holatini aytgani haqiqatdan ham xato bo'lsa, muhtaram prezident bizlarni kechiring va 9 yil davomida azob va uqubatda bo'lgan men notavon ayolni bolalarim bilan, turmush o'rtog'im bilan birga kechiring. Hurmatli Shavkat Miromonovich, meni 9 yil davomida bolalarim bilan qanday og'ir kunlarni boshimizdan o'tkazganimizni faqat Allohga ma'lum xolos. Muhtaram prezident, rahmu shafqat qiling va bizlarni kechiring. 2021-yilgacha men va qaynotam, aniqrog'i Imomqul hoji otam bilan sizga murojaat qilardik. 2021-yil qaynotam olamdan o'tdilar. Joylari jannatdan bo'lsinlar. Otajon, o'g'lingizni yana qamab qo'ydi. Dardimizni, nolamizni kimga aytay? Muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, siz kontrol nazorat yo'q, mahkumlarga endi kontrol nazorat bo'lmaydi. Qiynoqlar va azoblar uchun muddatidan qat'iy nazar javob beradi.
degan joyda shaxsan sizni tashabbusingiz bilan insoniy haq va huquqlarni konstitutsiyamizga muhrlab qo'yilgan davrda kimga murojaat qilaylik? Ayting, kimga murojaat qilaylik? Turmush o'rtog'imga 9 yil davomida kontrol nazorat tufayli 2018-yildan beri odil sud tomonidan yengillashtirish holatlari 12 marotaba ko'rsatmaga asosan sun'iy intizomiy jazoni ro'kach qilib asossiz rad qilingan. Muhtaram prezident, yangi O'zbekistonimizda kimga murojaat qilaylik? Qaysi odil sudga murojaat qilaylik? 2016-2017-yillar qanchadan qancha milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hatto 20 yil, 15 yilga kontrabanda, terror va hokazolar bilan qamalganlarni ishlari boshqatdan ko'rilib, oilalarini bag'riga qaytdilar. Hatto siz G'ulomovni ildizlari degan xodimlar ham ozodlikka chiqdilar. Allohim bandalarini mushkullarini oson qilgin. Muhtaram prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, aybimiz nima? Ayting, aybimiz nima? Hurmatli Shavkat Miromonovich, hayajonlarga berilib ketganimdan internet orqali sizdan muhtaram prezident, men va bolalarim yana uzr so'raymiz. Kechiring. Oilamizni oila sifatida saqlab qolishga yordam bering. Men bir notavon ayolni kechiring va kechiring. Dardu nolamizga e'tibor bering va afv eting. Muhtaram prezident, yangi O'zbekistonga faqat va faqat omadlar va sizga muhtaram Shavkat Miromonovich sihat, salomatlik va zafarlar yor bo'lishini Yaratgandan so'raymiz. Ey Robbimiz, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin va oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asra. Baqara surasi 201-oyat. Chuqur hurmat bilan Dehqonboy va Malohat Abdukarimovni